Salom qizlar, hammaga. Bugun mana o'zimga bir ikkita narsalar oldim. Xo'sh, o'zi 3 ta narsa. Bittasi mana bu gidrofilniy masla. Safar mana bunaqasidan olgandim. Endi bunaqasidan olib ko'rdim bitta. Keyin qizlar mana buni o'zi boya ishlatib ham ko'rdimki, bir marta. Bu umuman hozir bilasizlar, internetga trend bo'lgan nimalardan sochga. Lekin men bir marta ishlatdim lekin hali bitta ham o'sha ishlatganimga foydasini bilmadim. Bunaqa silliq qiladi, tekis turadi deganda foydasini bilmadim. Kim shuni kommentga yozib qoldiringlar. Foydasi bilganlar bormi yoki qanaqa nimadan sepsa yaxshi. Lekin yana bitta mana bu misqolli. Mana bu